Assalomu alaykum aka-ukalar. Xalq mashinamiz 7 tonnalik tayyor bo'ldi. 4 ta gaz balon qo'yildi. Elektronli variantda 200 talik, 3 ta 140 talik qo'yib berdik. 4 tadan har bittasiga tasmaylandi. 10lik trubkalar bilan ikki tomoniga zapravishni qo'yildi. Berdirka bo'lmadi. Old tomoniga akkuratniy qilib 100% metan bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Batafsil ma'lumot va narx-navolar bilishingiz mumkin.